Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, hurmatli vatandoshlarimiz. Hozirda biz Andijon shahardamiz do'stlar. Avtokredit qilib mashina minaman degan hamyurtlarimiz, vatandoshlarimiz uchun chiroyli qilib mana shu ko'rib turgan mashinalaringizni obzor qilib, narx-navolari bilan tanishtiramiz do'stlar. Xo'p, bitta like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirishlaringizni iltimos qilamiz. Manzilni tushuntiradigan bo'lsak, yaxshi Foiz vokzal bu yoqda do'stlar. Bu yoqda mana Fortuna, bu tomonimizda Poshkin bog', Baxt uyi, tepamizda mana do'stlar. Xo'p, bemalol tashrif buyuraverasizlar. Matizlardan tortib mana Spark, akalar, Cobalt, Nexus 3, Damazlargacha olib kelib qo'yishdi. Cho'tka qilib, Rasuljon akam bilan chiroyli qilib sizlarga narx-navolarni tanishtirishga harakat qilamiz do'stlar. Rasuljon aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Alhamdulillah, Allohga shukr. Yaxshimisiz aka? Rahmat aka, o'zingizlar tinchmisizlar? Charchashlar yo'qmi? Alhamdulillah. Mashinalarni chiroyli qilib mana terib qo'yibsizlar aka, Inshaalloh, xudo xolasa. Shu vatandoshlarimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun chiroyli qilib, imkon qadar arzon qilib olib keldik, mashinalarimizni qo'ydik. Gap yo'q. Maza qilib minusini deb olib keldik inshaalloh. Aka, nima bo'lyapti endi? 12 ta viloyatga gazini bosyapmiz. Xudo xolasa aka, 12 ta viloyatga bank qilib chiqarib beraveramiz. O'zimiz Andijon viloyatlariga bo'lsa, Nasiy savdoga ham kelishaveramiz. Andijon viloyatiga Nasiy savdoga ham berilaveradi. Ana bo'lmasam akalar. Barterlarimiz bor, Devo mashinalarga, har qanday mashinalarimizga barterlarimiz bor, kelishilgan holatda. Bu narx-navolar ham chiroyli holatda, arzon. Kelishtirib yo'lida qilib, xudo xolasa. Kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Endi asli nima deydi? Bozor bilan narx-navolari bir xil bo'lsa kerak. Solishtirib, bozor bilan solishtirib ko'rishaveradi aka. Bu mashinangiz qimmat ekan desa, shu bozor narxiga tushib beramiz. Videoni cho'zmaylik do'stlar, sizlarga nima deydi? Ma'lumotlar tezroq beraylik. 1.5 ming pulinglar bo'lsa, aka, kelishaveradi. 1.5 ming puli borlarga bank qilib barter yo'llari ham bor. Misol, Matisi bor, Nexus'si bor. Hamyurtlarimiz, vatandoshlarimiz bo'ladigan bo'lsa, mana Nexus 3, Cobaltlar turibdi. Barter qilib, qolganini bank orqali qilib chiqarib berilaveradi, xudo xolasa. Xudo xolasa, inshaalloh. Yo'lni cho'zmaylik bo'lmasam, aka. Bo'ldi aka. Qani? Xo'p, aka, bu Matisimiz. Puli yengillardan boshladik aka. 2008-yil. Aha. Holatlari chiroyli holatda. Gazlari bor, motor, ходовой korobkalari zo'r. Aha. Xo'p, yurganiga kelsak, men ko'rib beraman buni. 334 ming yurgan. 334 ming yurgan. Polik, chexol, hamma jihozlari bor. Gaz hamma yo'g'i bor. Buni 3000 dan o'tib beramiz. 3000 kami bor. Bor. 3000 dollar kami bor. Chiqimi yo'q aka, xudo xolasa. Xudo xolasa endi bir qator o'ziga moslab bo'ladi. Hammasi har xil. Olgandan keyin hammasi har xil minadi, o'ziga moslab bo'ladi. Bo'laveradi. Xo'p, bunisi necha pul? 1000 puli borga agar bank qilib olaman desa, qilish bo'laveradi. Chiqarib beramiz. Chiqarib beriladi. Xo'p, bunisi-chi aka? Xo'p, bularimiz aka, bu ham 2008-yil. Aha. Bular ham holatlari chiroyli. Aha. Kraskalar, yo'l belgilarida bor akalar. Udori yo'q, xudo xolasa, olib kelib, libo ustiga olib tekshirtirib olishaveradi. Tekshirtirib olishaveradi. Yo'qsa baraka bo'ladi. Aha. Yo'qmasa qolaveradi aka. Buni yurgani 290 mingmi? Balonlar holati mana. 327 ming yurgan bu. 327 ming probek. Balonlar yangi. Salonlar holati mana. 327 ming probek. Patolog qismlari, chexol, lilolom, polik. Balonlar yangi, gazlari bor. Puli qancha buni aka? Buni aka 32 dan o'tib beramiz. 3200 dollar kami bor. Bank orqali 1000 bo'lsa, eplasa bo'laveradi. Xudo xolasa aka, 1.5 ming bo'lsa, eplasa bo'ladi. Eplasa bo'laveradi. Xo'p. Xo'p, Sparkimiz. Xo'p, bunisi 2018-yil. Aha. Kraskasi toza. Toza. Holat o'ta ham chiroyli holatda. Avtomatmi yo mexanik, ikkinchi pozisiya, konditsioner, ABS hamma yo'g'i bor. Aha. Buni pulini aka 7200 dan o'tib beramiz. 7200 dollar kami bor. Kelishtirib beramiz. 155 ming yurganmi shunda? 155 ming yurgan. 155 ming probek akalar mana. Mashinani holati mana. Mashinani holati mana, orqadan ko'rinishlarda zadniy vid kameralari. Xo'p, diska balonlar akalar. Xo'p, deflektor deydimi? Bankdan-chi aka? Qancha puli bor? Bankdan ham aka bularga 2015-yilda tepasidagi mashinamizga hammasiga imkon qadar Hamkorbankdan olib chiqib beramiz. Puli yengil. Puli yengilroq, foizi ozroq. Foizi ozroq. Vatandoshlarimizga sal yengilroq bo'ladi-da. Aha. Hamkorbankdan olib chiqib beramiz. Uni Hamkorbankda endi ba'zida hisoblab beradi, necha pul chiqishini. Misol bir
boring bir 1,5 2 ming bilan xudo xohlasa harakat chiqaveradi. qilamiz chiqaverishga. bo'laveradi. Akalar, narx-navosini ham kelishtirib yo'lida qilib, barter yo'llari ham bor, kelaverasizlar. Bunisi Xo'p, bunisi 2021-yil, Aha. kraskasi toza, avtomat korobka, 4-paysi, balonlari yangi, yurgani 98 ming, tonirovka ruxsatlari bor. Hamma holatlari chiroyli holatda. yurish-turishlari zo'r. Yurish, hamma yo'g'i zo'r. Mashinaning holati mana. Avtomat. 4-paysi avtomat. Tonirovkalari mana Bor. qilib qo'yilgan. Ruxsatlari bor. Salonlarini qarang buni. Chexollar qilib qo'yilgan, stoka, patolog. Akkuratni, chiroyli